Yana taxta mahsulotlaridan foydalanasanmi? O'zingga. Nima demoqchisan? Gapir. Gapir. Bugundan boshlab hech qanday taxta g'ishtlardan emas, konteyner mahsulotlaridan foydalanaman. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ham agar mana shunaqa qurilishlarga konteyner mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Mirzohid akamga murojaat qilasizlar. Begonadan olib o'tirmanglar, yo g'isht yo taxta ishlatib o'tirmanglar, meni kuyimga tushasizlar. Zavodda mana shu obyektlarni hammasi o'zingiz qurgan ekan. Bu nimadan, g'ishtdan bo'lganmi, penoblokdan bo'lganmi, nimadan bo'lgan bu aka? Karkaslari polni konteyner materialdan qilganmiz aka. Konteyner materialdan. Konteyner materialdan qilganmiz aka. Mirzohid aka, bu konteyner mahsulotlari sifatiga o'zingizlar garantiya berasizlarmi? O'zimiz 100% javob beramiz. Buyog'i 24 metrga 60 metrlik binosidan ham baquvvatligi uchun o'zi aslida bu ham kerak emas, buni ham qo'ymasdan qilib beramiz aka. Bu yerga ham shu konteyner mahsulotlaridan foydalangan ekansizlar, to'g'ri? U blogimizda o'rtada stoyka bor edi. Mana bu blogimizda o'rtada stoyka yo'q aka. Ishoninglar, uy quryapti butun konteynerdan. Uy qurganda mana bu mahsulotlarni qadriga yetish kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol bog'lansanglar bizga mana shu mahsulotlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishadi Mirzohid aka. Salomat bo'linglar.